Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob Javz qishlog'idagi dorivor o'simlik ancha vaqt oldin ham tayyorlanib kelmoqda. 20 apreldan oyidan boshlab may oyining oxirigacha Kitob tumani, Samarqand, Xorazm va Surxondaryo viloyatlarida bozor rastalarida sotib kelmoqda. Bu o't dorivor o'simlik ismi rivoj, ikki turga mansub bo'lib, toshvosti va sodda rivoj deyiladi. Bu rasm toshvostining rasmi. Odamlar xarid qilib, bankalarga yoptirib, bir yilgacha iste'mol qiladi. Sodda rivojni qaynatib turgan suvda me'yoriga tuz qo'shib, suvda 5-10 daqiqa damlab, keyin quritib oladi. Yil davomida iste'mol qilish uchun ma'qul bo'ladi. Ko'pincha qon bosimi oshganda, gripp olib qolgan payti, ichki a'zolarni yuvib tozalaydi va yurak xastaliklarga dorivor hisoblanadi. Tavsiyamiz: bilmagan odam bilganlardan so'rab, doktorlar tavsiyasiga ko'ra kam-kam iste'mol qilsa bo'ladi. Bu dorivor rivoj o't 100 yil davomida hech bir iste'molchi nojo'ya ta'sir qilmagan.